O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2026-yil 26-yanvar kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Rossiya rubli 68 so'mga arzonlab 159,31 so'm bo'ldi. Yevro 8,8 so'mga arzonlab 14182,90 so'm bo'ldi. Dollar 51,97 so'mga arzonlab 12084,95 so'mni tashkil etdi. Funt sterling 34,06 so'mga qimmatlab 16350,94 so'mga yetdi. Yapon iyenasi o'zgarishsiz qolib 76,48 so'm bo'ldi. Shveysar franki 21,22 so'mga arzonlab 15276,13 so'm bo'ldi. Xitoy yuani 6,69 so'mga arzonlab 1735,57 so'm bo'ldi deyilgan xabarda.